qani ketdik. Men bir vaqtlari Sergey Yeseninlarni o'zim rus filologiyasini tugatganman, Pushkinni she'rlarini juda yaxshi ko'rib o'qiydim. O'nlab she'rlar yoddan bilardim. Keyin Abdulla Aripov, Erkin Vohidov bularning she'rlarini o'qib, ular ham yotib ketgandi. Keyingi paytlari Navoiyga qiziqdim. Keyin o'zbekcha kitoblarim ko'p yo'q ketavergan. Navoiyning ham shu bunaqa broshura shaklidagi she'ri bor. Hozir endi katta Xazoinul Ma'oni katta anosi bor. Uning ichidan o'zim yaxshi ko'rgan she'rlarni izlab topishim qiyinroqda, lekin Navoiyni o'qish, Navoiyni tushunish har kimga nasib qilavermaydi. Bir Namangan universiteti. Hozir bitta she'rni o'qiyotgandingiz-ku. Kim qo'shiq qilgan edi? Fuzuliyni g'azallarini haqida juda chiroyli o'qigandi. Fuzuliy agar Hofiz Shirozining sharq she'riyatini otasi desa, Fuzuliyni Turkiyada ijod qiluvchi shoirlarni otasi, haligi go'zalligi jihatdan, she'r go'zalligi jihatdan degan gapni aytgan. Keyin Fuzuliyga qiziqib kitoblarni sotib oldim. Shu Fuzuliyni ko'p she'rlari yotib ketgan. Hozir uni munojot, Fuzuliyni munojot she'rlaridan birini o'qib bermoqchiman. Hosilim barqi havodisdan malomat dog'idir. Masnadim ko'yi malomatda fano dufrog'idir. Zor ko'nglim tanda zindon balodi sog'idir. Rahm qil davlat sultonim muruvvat jog'idir. Davr javrining tanu jonimda rohat qolmadi. Surati holimda asori farog'at qolmadi. Mehnati g'am chekmaga minbat toqat qolmadi. Rahm qil davlat sultonim muruvvat jog'idir. Ko'ngliming mulkin jafo selobi vayron ayladi. Baxtiming holin hujumi g'am bir yon ayladi. Bag'rimi andishay davr falaqqon ayladi. Rahm qil davlat sultonim muruvvat chog'idir. Intihosiz o'qlar yondirdi har yon biza. Qarang, yodimdan ko'taryapman. Hech qisi yo'q. Istadim bir chora cho'q, yerdim, yugurdim har sana. Rahmetda bir kimsa imdod etmadi mutlaq bana. Chorasiz qoldim, muruvvat istayib keldim sana. Rahm qil davlat sultonim muruvvat chog'idir. Doda keldim adil devonina faryodim eshit. Doda keldim adil devonina faryodim eshit. Hech qisi yo'q. Domilla shu yoshda hozir mana shuncha g'azallarni eslab qolishdi o'zi ham. Alloh bo'lsang takror qildi, uyda Shunday. yotaman-da kechalari. Bo'ladi. Hurmatli tinglovchilar, bizni kuzatuvchilar, akalar, ukalar. Mana shu Domilla she'riyatshunos Quvvat akamiz bo'ladi, Otaboyev. Domilla, sizga katta rahmat. Ajoyib suhbat bo'ldi. Sizni mana shu ijtimoiy tarmoqlarda kutib qolamiz deb umid qilaman. Nasib bo'lsa, safimizga qo'shilasiz. Sog' salomat bo'ling.